Assalomu alaykum. Dasturlash darsini 3-qismiga xush kelibsiz. Dasturlashni 3 qismdan iborat va yana bir marta tanishtirib o'tamiz. Biz Reckless jamoasi Toshkentda shakllangan 3 yil tajribaga ega jamoamiz. Tak, nega kerak? Dasturlash nimaga kerakligi yana bir marta aytib o'tamiz. Robot boshqaruvi uchun, to есть motorlarni, drive markazini va boshqaruv markazini kodlash uchun, undan tashqari boshqa narsalarni ham dasturlash kerak. Joystick uchun, g'ildiraklar uchun va boshqa asboblar uchun. Joystick nimaga kerak? Bizning robotimizni boshqaruvi uchun kerak bo'lgan narsa. Joystickni nima qilish kerak? Haydovchini kiritish, to есть bizning driver hubimizga shuni ulashimiz kerak, keyin kiritishimiz kerak. Birinchi joystick deb yoki ikkinchi joystick deb. Dvigatel. Biz robotni harakatlanishi uchun motor ishlatamiz. Bu yerda refniki ko'rsatilgan va motorlar bilan robotni harakatlanishi, to есть base uchun, undan tashqari liftlarga qo'ysa ham bo'ladi. Control hub bu robotning eng muhim qismi. Shuni o'ziga kod yoziladi. Buni ko'rganlaringizda 5 ta servo uchun pini bor, undan tashqari 4 ta motor uchun va datchiklar uchun juda ko'p pinlar ham mavjud. Driver hub именно shu narsadan kod qo'yiladi, zapis qo'yiladi, shunga joysticklar kiradi, ichida esa Android. Dasturlash va juda muhim, robot uchun juda muhim narsa. Bedasturlash robotimiz harakatlana bilmaydi va dasturchilar uchun ishlari qiyinroq, chunki ular o'sha driverga qarab yoki robotning konstruksiyasiga qarab kodni yozishi kerak. Robotning ko'p problemasi bo'lishi mumkin, motorlarni holati o'zgarishi mumkin. O'sha uchun har bir zapuskdan oldin robotning joylashuvlarini yangilash kerak. Barcha jihozlarni zbros berish kerak, nolvoy holatga qo'yib test qilish uchun. E'tiboringiz uchun katta rahmat. Keyingi darsda yana ko'rishamiz.